kirdingiz quyoshlik porlab, yo'qlab kelib sizda mehmonga chorlab. Eshikdan kirdingiz quyoshlik porlab, yo'qlab kelib sizda mehmonga chorlab. Kuzatdim quvonib ko'zimni yoshlab, yodimga soldingiz 17 yoshim. Yig'latib ketdingiz ey sinfdoshim. Ey sinfdoshlarim, ey sinfdoshlarim, ey sinfdoshlarim, hamisha sog' bo'ling sinfdoshlarim. Do'stlarga tegmasdan ko'pda nafimiz, biroz sayganday qaynoq taftimiz. Ko'rganda tugamas eski gapimiz. Ko'zimdan to'xtamay quyilar yoshim. Yig'latib ketdingiz ey sinfdoshim. Ey sinfdoshlarim, ey sinfdoshlarim, ey sinfdoshlarim, hamisha sog' bo'ling sinfdoshlarim. Yosh ham kam, ko'p edik, to'kildik, saflarimiz kam. O'tmishni eslasak 50 yosh ham kam, ko'p edik, to'kildik, saflarimiz kam. Ojiz, so'z ojiz, ko'zlarimizdan 50 yildan so'ng ham bo'lib sirdoshim. Yig'latib ketdingiz ey sinfdoshim. Ey sinfdoshlarim, sinfdoshlarim, ey sinfdoshlarim, hamisha sog' bo'ling sinfdoshlarim. Hamisha bor bo'ling sinfdoshlarim. Hammalaringizga Alloh bunlar sog'lik, omonlik tilayman. Bolalaringiz, nevaralaringiz ularga bosh bo'lib nasib bo'lsa, yanagi yillar, yanagi 10 yilliklar
20 yilliklar bundan keyingisida ularni nishonlab shunday ahil bo'lib ko'rishib bir-birlaringizni tabriklashib yuriblar. Zamonimiz tinch bo'lsin, sog'lik omonlik bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Hammalaringizga sog'lik omonlik, tinchlik, oilalaringizda baxt omad ko'tarilmasin hammalaringizga kelajakda shu yorqin hayot tilayman. Amin. Allohu akbar. Sizlar doim sog'misiz ustoz? Assalomu alaykum, hurmatli 1995-yilda tug'ilgan hurmatli 1978-yilda tug'ilgan sodiq bitiruvchilar. Mana bugun maktabimizga qadam qo'yibsiz. Benihoya xursandmiz. Bolalik davrlaringiz, yoshlik davrlaringizni qo'msab, maktabimizni bir ko'raylik. Bugungi kun boshqa topilmaydi. Mana oradan 30 yil o'tibdi. 30 yilda kim qancha o'zgarishdi. Barchangiz hayotda turli xil jabhalarda yutuqlarga erishgansizlar. Buning uchun xursandmiz. El koriga yaraydigan insonlar bo'lib yetishganlaringizdan barchangizdan xursandmiz. Nasib bo'lsa bugungi tadbirlaringiz 30 yillik tadbirlaringiz juda chiroyli o'tishlariga tilakdoshman. Avvalambor mana sizlarni ko'rganimizdan behad baxtiyormiz. Mana biz sizlarni boshlang'ich sinfda o'qitib, vaqti voyaga yetkazdik. Buning uchun bizning hozirgi sizlar mana shu tahlil qilibdilar, boshimiz osmonga yetdi. Mana sizlarni ko'rib, mana hammangiz ona, ota degan nomlarga musharraf bo'ldingizlar. Bolali chaqali bo'ldingizlar, nevarali bo'ldingizlar. Ana shu nevaralari bilan, oila a'zolaringiz bilan hammangiz sog' omon bo'lishini Alloh taolodan so'rayman. Xudoyo xudobonda Parvardigor egam nimaiki sizlarga nasib ro'za aylasa, ana shu ijobat bo'lsin. Doimo sizlarga mustahkam sog'lik, tinchlik, omonlik tilayman. Doimo sog' omon bo'linglar, to'ylar o'tkazinglar, nevara chevaralarimiz bo'lsa. Mana bugun mana qizimiz ham mana shu maktabda o'qib, mana bugun rahbar. Bu inson qanchalik o'zi intilsa, o'zi qiziqsa, hayotdan o'z o'rnini topadi. Hayot mana shunday murakkab, ham qiziqarli hayot. Shuning uchun yana bir bor sizlarni bugungi diydorlashuv kuni bilan qizg'in samimiy tabriklayman. Sizlarning ishlaringizga omad tilayman. Doimo sog' omon bo'lishlarini Alloh aytadi. Alloh. Maktabda ham sinfga olmadim. Avvalambor assalomu alaykum aziz ustozlar, aziz sinfdoshlar. Bugungi 30 yillik tadbirimiz barchamizga muborak bo'lsin. Barchamizga, barcha aziz sinfdoshlar, hammangizga kelgusi ishlaringizga, oilaviy hayotingizga ulkan zafarlar tilayman. Mana shu piru badavlat ustozlarimizning yoshiga yetib yurish, mana shularday piru badavlat bo'lib yurish barchamizga nasib etsin. Ustozjonlar bergan ta'limingiz uchun, tarbiyangiz uchun barchangizga tashakkur aytamiz. Boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamiz ustozjonlar. Mehr nuri yog'ar doim yuzingizdan ustozlar. Borsam deyman bu tabarruk izingizdan ustozlar. Mana biz ham safdoshlarimiz qatori mana shu ustozlarimiz izidan bordik. Yozmi ko'pmi maktabda, umumiy o'rta ta'lim maktabida mana shu o'zimiz o'qigan maktabda faoliyat yurityapmiz. Xudoga shukr, shogirdlarimiz bor. Shogirdlarimiz safimizga kelib qo'shildi. Ko'pchiligi safimizga kelib qo'shilib biz qatorida dars beryapti. Buning uchun albatta ustozlarimizga tashakkur aytamiz. Aziz sinfdoshlar, yana bir bora 30 yillik bayramimiz muborak bo'lsin. Bugungi tadbirimiz chiroyli o'tsin. Barchangizga, ishlaringizga omad tilaymiz. Marhamat, davom ettiramiz so'z navbatini. Bugungi tadbir tashkilotchisi ustozlar, do'stlarim, sinfdoshlarim, hammalaringizni tabriklayman. Bugun hayajonli kun, endi o'zaqa gapim yaxshi kelmayapti. She'rlar qo'shiqlar bo'ladi. Plastik yerda qolib
Shahnoza Shomurodovnaga alohida rahmatini aytaman. Yakshanba kunligini, yakshanba kuni biz ham kelib, mas'uliyatsiz qilib, rahbar odam Vaqt ajratib. hammalaringizni ham tabriklayman. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli o'qituvchilarimiz, murabbiylarimiz, sinfdoshlarim. Bugungi 30 yillik bilan sizlar hammalaringizni qizg'in tabrik